Chingiz Aytmatov 8-sinf kitobidan. 20-asr jahon adabiyotining iste'dodli vakili Chingiz Aytmatov 1928-yil Qirg'izistonning Taras vodiysidagi Shakar ovulida ziyolilar oilasida tavallud topgan. Ovul chorvachilik bilan shug'ullanadiganlar kichik qishloq. U dastlab rus, keyin qirg'iz maktabida tahsil oldi. 1948-yili Jambul zoveterinariya texnikumini, 1953-yili Qirg'iziston qishloq xo'jaligi institutini tamomladi. Moskvada Yozuvchilar uyushmasi qoshidagi oliy adabiyot kursida o'qidi. Chingiz Aytmatov bolaligidan badiiy adabiyotga mehr qo'ygani, bunda buvisining xizmati katta bo'lganini shunday eslaydi. Bu men uchun ertak, doston, qadimiy qo'shiqlarning bitmas tuganmas xazinasi edi. Ehtimol, o'shanda buvim o'zi sezmagan holda ona tilimni sevishga, hurmat qilishga o'rgatgandir. Bunga hech qanday shubham yo'q. Bu mening bolaligimdan turli ertak, qo'shiq, dostonlar bilan bezagan. U meni turli davrlarga, to'y-hashamlarga o'zi bilan birga olib borardi. Menga tez-tez o'zining tushlari haqida gapirib berardi. Bu tushlar shunchalik qiziq ediki, uxlab qolsa ham uni uyg'otib tushning davomini aytib berishini so'rardim. Yozuvchining asarlari 100 yillikdan ortiq tilga tarjima qilingan. Adabiyotshunoslar e'tirofiga sazovor bo'lgan. Chingiz Aytmatov 2008-yil 10-iyunida vafot etgan.